Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Karachyo. Bugungi videoni ko'rib davlenangiz chiqmasa, o'zim davlenangizni chiqarib qo'yaman. Video kasalxona videoni endi boshlasak ham bo'ladi. Video aslida mening modlarim haqida bo'lib, aytgancha men hamma uchun mutlaqo bepul Microsoft akkaunt ochdim. Uni faqat siz mening kanallarimga obuna bo'lib olishingiz mumkin. Xullas kanalchamga obuna bo'lib, like-ni qisartirib qo'yamiz. Undagi videoni boshladik. Endi sizga qimmat ko'z o'ynaklar ham kerak emas, chunki bu mod bilan siz rutalarni ham ko'ra olasiz. Endi uzunchoq oq narsa esa bu shag'al, gravel. Xullas ana shu. Bu bilan siz xohlagan rutangizni ko'ra olasiz. Va albatta minus tarafini aytsam, bu kechasi ko'ra olmaydi. Yorug' kechasi ko'rish damlamasini yechibgina bularni ko'rish mumkin va men olmos topdim. Va bu mod orqali tonna olmos topishingiz aniq. Bu mod qimmat, ya'ni oqchiziq. Ya'ni bir kala mollarning va boshqa moblarni bittada mazasini qochirishingiz mumkin degani. Va bu mod birgina shu bilan cheklanib qolmaydi. Qo'lni ikki qo'lga ham ushlasa bo'ladi, ya'ni chap qo'lga. Aytgancha Archpatning kuydirib tushadigan modlar bor. To'liq ma'lumot esa mana shu kanalda bo'ladi. Bunda yana o'tirib turib narsalarni bu qildan u qildim bu qildi xuddi masxaravoz kabi jonglyorvozlik qilsangiz bo'ladi. Aytgancha men aytgan kanalda qishloq ham bor. Albatta ko'ring. Kecha piva ko'plab qo'yganman. Oyoqlarim boshqarolmayapman. Yugurish uchyapman men. Bu mod uchta negizim bir-biridan javob va jumlashi bolakaylar. Birinchisi noob, ikkinchisi pro, uchinchisi esa hacker. Bitta joyda turishdan boshqa hech nimani bilishmaydi. Bilingki, bu modda agar surgat bo'lsangiz tirik qolmasligingiz aniq, chunki bu bir-biridan juda ham kuchli va qo'rqinchli horror moblarni bo'ladi. Uni ko'rib yuragingizni topolmay qolasiz. Shuning uchun bu moddan juda ham ehtiyot bo'ling. Bu modning nomini ko'rsatganim uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Bu millionta moblarni qo'shuvchi modni topish oson bo'lmadi. Shuning uchun ham like'larni uzatib qo'yamiz, xuddi ayni oyga o'xshatib. Tunda ham bir amallab o'tkazib oldik. Endi esa keyingi modga yo'l olamiz. Endi bu keyingi mod bu qurol modi, ya'ni 10-mod. Bilaman. Hali ham siz obuna bo'lganingiz yo'q. Tezda obuna bo'lib qo'ying. Chunki agar meni topolmasangiz burchak o'tib siqilasiz. Va aytgancha eng zo'r xabar bu qurollarni o'qlash umuman shart emas. Mazza qilib qurol o'qlamay ishlatasiz. Yana millionta qurollar turibdi. Aytgancha bunda sniper ham bor. Bu bilan xohlagan mobingizni emas, lekin ba'zi moblarni osongina bitta o'qda yengishimiz mumkin. 100% kafolat beraman. Masalan, mana shunday zombi bittadan knockout.
tashlasangiz, chavandozi bilan otib tashlasangiz, yo'q. Ya'ni biz buni manziliga kuzatamiz. Va bunda qo'l animatsiyasi ham bor. Va zo'r mana bunday zarba beradi va shu bilan tugadi.